Hozirgi kunda bolalar orasida lazer o'yinchoqlar juda mashhur. Lekin bu xavfsiz deb hisoblangan lazer o'yinchoqlar bolalar ko'zida umrbod muammo qoldirishi mumkin. Keling, bu haqda batafsil to'xtalib o'taylik. Sizlar bilan ko'z shifokori Zohirjon Abdunazarov. Bu muammo qanchalik jiddiy ekanligini anglashimiz uchun ba'zi bir statistik ma'lumotlarga ahamiyat berishimiz kerak. Lekin afsuski, hamma joyda ham bunday statistik ma'lumotlar yuritilmaydi. Ba'zi bir joylarda hatto oftalmologlar ham bunga befarq qarashadi. Lekin oxirgi 3 yil davomida kichkinagina bir mamlakat, Bolgariya mamlakatida o'tkazilgan statistik tadqiqotlar bu juda jiddiy ekanligini ko'rsatib beradi. Ya'ni oxirgi 3 yil davomida Bolgariya mamlakatining o'zida 10 tadan ortiq bolalarning ko'zlari lazer yordamida shikastlangan. Ularning yoshi 10 yoshdan kichik va 7 yoshdan katta bo'lgan bolalar va ularning deyarli barchasi o'g'il bolalar hisoblanadi. Bundan ko'rinib turibdiki, birgina kichkina mamlakatda 10 nafar bolaning ko'zi lazerda shikastlanishi va butun umrga ko'zning xira ko'rishiga olib kelishi bu lazer o'yinchoqlarning qanchalik jiddiy ekanligini ko'rsatib turibdi. Lazer nurlari ko'zimizga qanday ta'sir qiladi? Bu haqda to'xtalib o'tsak. Avvalambor lazer o'zi nima ekanligini tushunib olsak. Lazer bu yorug'lik nuri. Lekin lazer deganda yorug'lik nurlarini kuchaytirilgan, ma'lum asboblar yordamida kuchaytirilgan va bir xil tomonga yo'naltirilgan, bir xil rangda bo'luvchi va kuchli energetik quvvatiga ega bo'lgan nurlarning yig'indisi lazer deb ataladi. Va lazer nurlar bir nuqtaga yo'nalgan bo'ladi. Lazer nurlar ko'zga tushirilsa, uning yuqori energiyasi tufayli ko'zning to'r pardasining markaziy sariq dog' qismini kuydirish ehtimoli bor. Lazer quvvati kam bo'lsa ham, u ko'zning maxsus optik qismlari, ya'ni ko'z gavhari shoh pardadan o'tayotib, energiyasi yana ham kuchayishi mumkin va nozik bo'lgan nerv hujayralaridan iborat bo'lgan ko'zning to'r pardasini zararlaydi, ya'ni kuydiradi. Nerv hujayralari kuysa, u qayta tiklanmaydi. Afsuski, lazer nuri bizning ko'rishimizga javob beruvchi asosiy joyga tushadi, ya'ni makula sohasiga. Makula sohasining kuyib, nerv hujayralarini nobud bo'lishi butun umrga ko'zni ko'rish qobiliyatini pasayishiga olib keladi. Qanday turdagi lazerlar ko'zni ko'p jarohatlaydi degan savol qo'yilsa, lazer nurlarini energetik quvvatiga qarab bir necha sinflarga bo'linadi. Ya'ni klass 1, klass 2, klass 3R yoki klass 3B yoki klass 4. Ya'ni mana ko'rinib turibdi, bir necha sinflarga bo'linadi va bularning energetik quvvati ham bir-biridan farq qiladi. Bundan tashqari lazer nurlarini ranglari ham farq qiladi. Odatda qizil, yashil va ko'k nurlarni ko'rishimiz mumkin. Ko'zimiz uchun zararli bo'lgan nurlar bu asosan yashil va ko'k nurlar hisoblanadi. Bular to'r pardaning nerv hujayralari o'ta sezgir bo'lgan lazer nurlari hisoblanadi. Quvvatiga keladigan bo'lsak, 5 millivattdan yuqori kuchlanishga, quvvatga ega bo'lgan har qanday lazer nuri ko'zimizning to'r pardasi uchun juda xavfli hisoblanadi. Lazer o'yinchoqlar qanday holatlarda bolaning ko'zi uchun xavfli bo'ladi? Bu ko'pincha uning quvvatiga bog'liq. Ya'ni 5 millivattdan yuqori bo'lgan har qanday lazer inson ko'zi uchun xavfli hisoblanadi. Ba'zida 5 millivattdan past bo'lsa ham uzoq vaqt ko'zga to'g'ridan to'g'ri yo'naltirish bu ko'zning to'r pardasi uchun xavfli hisoblanadi. Ba'zi bir holatlarda lazer o'yinchoqlarga 5 millivattdan past deb yozib qo'ysa ham, uning quvvati aslida undan yuqoriroq bo'lishi mumkin. Shunday holatlarda bu lazerlar bolangizni yoki har qanday insonning ko'zi uchun xavfli hisoblanadi. Ba'zida xavfsiz bo'lgan lazerlar ham kuydirishi mumkin.
Bu qanday holatlarda bo'ladi? Bu maxsus optik asboblar yordamida qaraganda, ya'ni binokllardan yoki oddiy lupalar yordamida ko'zga kam quvvatli lazer yo'naltirilsa, optik asboblardan o'tayotgan lazerning quvvati oshib ketadi va ko'zning to'r pardasiga zararli ta'sir qilishi mumkin. Lazer ta'sirida agar ko'z shikastlangan bo'lsa, qanday belgilar kuzatiladi? Bu haqda ham aytib o'tishimiz kerak. Eng birinchi ko'p uchraydigan asosiy belgilardan biri bu ko'rish darajasini keskin pasayishi. Narsalarga qaraganimizda egri-bugri ko'rinishi yoki qaragan joyimizda markaziy joyini ko'rinmasligi. Shu 3 ta asosiy belgi bu lazer bilan to'r pardani kuyishi natijasida kelib chiqadigan belgilardan biri. Agarda shunday holatlar kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qilish kerak va tezda davo choralarini boshlashimiz zarur. Shuni yodda tutish kerakki, to'r pardani markaziy qismi kuygan bo'lsa, har qanday davo chorasi o'tkazishingizdan qat'iy nazar, uni qayta to'liq tiklab bo'lmaydi. Davo choralari kuymay qolgan nerv hujayralarini saqlab qolishga va ko'zni ko'rishini tiklashga qaratiladi. Lekin har doim ham samara 100% bo'lmaydi. Lazer o'yinchoqlar bolalar ko'zlari uchun xavfli ekan, ota-onalarga quyidagicha maslahatlar va tavsiyalar beriladi. Birinchi bo'lib, lazerni o'yinchoq deb bilmang. Uni optik asbob deb biling va imkon qadar bolalarga sotib olib bermang. Agar bolalaringizni o'zlari sotib olgan bo'lsa ham, darhol uni quvvatiga e'tibor bering. Ya'ni lazer nurini quvvati 5 milliwattdan past bo'lishi kerak. Va bolalar o'ynayotganda ularga qat'iyan tushuntirish kerak. Bu lazer nurini hech qachon o'rtog'ini, ukasini yoki o'zining ko'ziga to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirmaslik va optik asboblar yordamida, lupa yoki binokllar yordamida lazer nuriga qaramaslikni tushuntirishimiz kerak. Va lazer o'yinchoqlarini yoki lazer uskunalarini o'zimiz sotib oladigan bo'lsak, ularning sifatlilik darajasi, markirovkalariga e'tibor berishimiz kerak. O'zimizning sog'lig'imiz o'zimizning qo'limizda. Xulosa o'rnida shuni aytib o'tishimiz kerakki, lazer nurlari 1 soniyada bolaning bir umrga ko'rish qobiliyatini pastlatishi va buni qayta tiklashning imkoni bo'lmasligi mumkin. Eng yaxshi davo bu oldini olish choralaridir. Farzandingizni ko'rish qobiliyatini asrang. Lazer bu o'yinchoq emas. Kanalimizga obuna bo'ling. Siz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni berib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.